O'zbek tili men uchun milliy g'urur va iftixor. Qisqa qilib aytganda, to'rtlik bilan keltirmoqchiman. Mansabing unutsang mayliga unut. Martabang unutsang mayliga unut. Agarda unutsang ona tilingni, zaharga aylansin onang bergan sut. 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqom berilgan kun barchamizga muborak bo'lsin. O'zbek tili men uchun eng buyuk tillardan bittasidir. O'zbek tili men uchun juda ham qadrli til. Hozirgi kunda juda ham ruskiy zabonlar ko'payib ketyapti. Shu o'zbek tilini faqat hurmat bilan gapiringlar, iltimos blogerlar. Meni ko'rayotgan hamma blogerlarga gapim shu. O'zbek tilini ehtiyot qilinglar. O'zbek tili men uchun ona tilim, yuragimning ovozi. O'zbek tili men uchun bu hayot. Hayotimdagi har bir lahzani tasvirlashim uchun menga til kerak. O'zbek tili men uchun ona tilim. O'zbek tili bilan faxrlanaman. O'zbek tili men uchun birinchi o'rinda kundalik ehtiyojim, ikkinchi o'rinda bu meni soham, kasbim. Rahmat. Eshitasizlar? O'zbek tili men uchun juda ham muhim, chunki hozir koreys tilini, xitoy tilini o'rganyapman. Вообще qiyin. O'zbek tili eng zo'r til. O'zbek tili men uchun faxrim.